أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik aziz savoqdoshlar. Bugun Allohning fazli bilan yana darsimizni davom etish oldida turibmiz. Hammangizlarga Allohning salomi bo'lsin. Babul mashi alal xuffayna. Ötekka mashi qilishning masalasini, ötekka mashi qilishning hukmlarini bayon qilishninki haqida to'xtalamiz va shu babni haqida so'zlaymiz. Al aslu fi jawazihi sunnah. Ötekka mashi qilish shuning o'xshagan qo'njuluq oyoqlarga mashi qilish, pirmiliga mashi qilish, chuyuqliga mashi qilish, masiliga mashi qilish, paypoq masiliga mashi qilish. Buning dalili nadan, nima dalili bilan degan savolga al aslu fi jawazihi sunnah. Mashi qilishning durust bo'lishidagi dalil asli prinsip sünnet. Mutawatir derecesiga yetgan hadis shariflar va ahli sunna val jamoa ulamalarining bu haqdagi birlikka kelishi icmasi. İcmani İmam Nevevi rahimahullah ve qatorliq nurg'unlagan muhaddislarni mashi qilishninki durust ekanligiga icma naql qilgan. Hem bazen ulamalar Kur'an-ı Kerim'den mi delil algan. Bunun delili ve erculakum ilal ka'bayn degendiki erculni oldidagi bir ruusikumga atbi qilib ve erjulikum deb o'qigan. O'qib qiraat bilan ve erjulikum degan o'qib mashi qilishninki oyat bilan kelganligini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hadisleri bunu bayan kılganligini delil bu kılgan. Demek mayli ayetin delil bulsun, mayli hadistin delil bulsun, mayli icma'nın delil bulsun, bu ehli sünnet vel cemaat akidesideki Müslümanların ki kılgan işi. Ama Rafizilikga o'xshagan bir turkum islom ummatining ichidagi mazhablardan bir turkum mazhablar buningga inkor qilgan va buningga qarshi chiqqan. Biz bu dalillarning ichidagi eng oz dalildan birisi va hiya ma rawa Ali ibn Abi Talib anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala yemsahul musafiru salasata ayyamin bilayaliha vel muqimu yevmen ve leyleten. Bu sünnet Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu'nun Ali ibn Abi Talib'nin Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılgan rivayeti. Peygamberin mundaq degan. Musafir yani sefer kılgan yolda gitayotgan yo'lovchi musafir 3 kecha kunduz mashi qiladi. Muqim yurtda muqim turgan, mahallesida turgan, safar qilmagan, o'ylariga berib keladigan muqim bir kecha kunduz muddatda mashi qiladi deb Rasululloh bu hadisni xabar bergan. Bu hadisni Imom Muslim chiqargan, Musnadda chiqarilgan, Ibn Habbonning Sahih nomli kitoblarida bu ham chiqargan. Şundaqla nurg'unlagan hadislar buningga dalolat qiladi.
وقال الحسن البصري حدثني 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. İmam Hasanul Basri rahimahullah mundaq dedi. Bana Resulullah'ın ashablaridan 70 kişi ennehum ra'awhu özlerinin Peygamberinin ötekki mesih kılganlıkını, kögellikini sözlep verdi. 70 sahabe Resulullah'ını ötekki mesih kılganlıkını biz kögen, közümüz bilen kögen dep bayan kılıdı İmam Hasanul Basri. Demek İmam Hasanul Basri'ge 70 tal sahabe Resulullah'ın her birisinin öteki mesih kılganlıkını kögen ekan. Bunu bu rivayette İbnül Munzir El-Avsat namlı kitabında çıkardı. Bu hakta 4 mezhep ilmalarımı asasen birlikte kelgen. İmam Ebu Hanife rahimahullah men enkerel mesha alel huffeyni yukhafu aleyhil kupru degan. Ötekki mesih kılışqa inkar kılgan şer'i delili yok. Mesih kılıp bo'lmaydi degan kişinin kafir bo'lib ketishdan qo'rqmaydi. Bunun kafir bo'lib ketishdan adam qo'rqiladi degan. Ya'ni buni kufurlikqa elib boradigan, kufurlikqa tushgizish ehtimoli bo'lgan amallarning qatoridan Imom Abu Hanifa sanıgan. Şu kadar delili kuchli, asosi mustahkam, ulamalar qabul qilgan İslam ümmeti birlikte kelgan mesele idi ki bununla inkar qilgan kishi kafir bo'lib ketish ehtimolligimi yaqin bo'lib qolgan kishi degan Imom Abu Hanifa. Fa innahu warada fihi min al-akhbar ma yushbihu at-tawatur. Nimishqamda shu darajada cho'ng amallarning qatoriga tizilib qoldi bu desa, bu haqda mesih kılış hakkında mutavatirga o'xshaydigan ahad haberleri kelgan. Hatta bunun umumisini bir yığsa, umumisini birlikte kelsa, bu delil mutavatir derecesiga nimaga delil o'xshaydi. Shu darajada delil kuchli. Shunda bo'lganlik uchun bu qat'iyatning qatoriga kiradigan amallarning qatorida bo'lib qolgan. Aqida bu qat'iyatni İslamda şu aqidagi o'xshash qat'iyat bo'lgan hukmliga aylanib ketgili ozliq qolgan. Hatto shunda bo'lib ketgan. Shuning uchun buni inkor qilgan kishilar kafir bo'lib ketish ehtimolligiga yaqin, kafir bo'lib ketishdan qo'rqadigan yerga borgan dedi İmam Abu Hanifa. Ve qala Abu Yusuf yejuzu nasxul Kur'an bimisli. İmam Ebu Yusuf rahimahullah mı Kur'an'ın o'qishi bilan, yani Kur'an'a o'xshaydigan qat'iyat ekanligini Kur'an'a o'xshaydigan subuti, yani onun isbot kelganligi Kur'an'da qat'iy bo'lgan dalil bilan Kur'an'ni ba'zi hukmlarini mansub qilish to'g'ri bo'ladi deydi. Demak, xuddi Kur'an'ın ayetleri yeni bir ayetlerini qanday qiladi, mansub qiladi. Kur'an'ın bazı ayetlerini mansub qiladi. Xuddiki zinaxo'r agar zina qilinganligining dalili isbotlansa 1 yil onu solab qo'yinglar degan oyatni 100 qamchi urunglar degan oyat bilan uning hukmi amaldan qolgan mansub bo'lganiga o'xshash. Bu qat'iy dalil bilan qat'iy dalilni mansub qilg'ili bo'ladi deydi. Bu yerdagi gap masx qilish, ya'ni o'takka masx qilishninki dalillari shu darajada kuchlikki qat'iyat bo'lib ketgan deydi. Qat'iyat bo'lib ketgan darajada hatto bu orqali Kur'an'ın hükmünü mensuh kılgılı bulunan yerde şunda bir güçlük bu demek. Kale Ebu Hanife
لولا أن المسح لا يختلف فيه لمسحنا. İmam Ebu Hanife mana bu sözüden delilinin güçlülükünü ispatlab, agar masih haqida ixtiloflashilmayotgan, ixtilof yo'q bo'lgan, agar masih, ya'ni o'takka masih qilish ixtilof yo'q bir masala bo'lmagan bo'lsa, biz masih qilmaydik dedi. Buningda ixtilof yo'q. Butun ummat aqida ahli sunna val jamoat e'tiqodidagi ummat bu haqda birlikka kelgan, hammasi buni qabul qilgan, hammasi o'takka masih qilsa bo'ladi degan dalillarni kelganligi uchun va bu bir ijmo shaklida o'tirg'i chiqqanligi uchun biz bunga masih qildik dedi. Mana bu lavla annal masha, agar masih qilish uningda ixtiloflashilmaydigan bir ish bo'lmagan bo'lsa, biz masih qilmaydik. Yuqoridagi dalillar bilan masih qilishning shar'iy asosi va masih qilishning durustligiga bo'lgan shar'iy dalil nihoyatda ko'p. Buni tafsili izdinimiz va tafsili bilimiz deguchilar boshqa dalil kitoblarga murojaat qilsa bo'ladi. Qala va yajuzu liman wajaba alayhi al-wudu' lil-ghusl. Masih qilish qaysi xil, qanday holatda bo'ladi deganga qarata musannif bundoq dedi. Taharet vacib bo'lgan, ya'ni taharet olmasa bo'lmaydigan kishiga durust, g'usl vacib bo'lgan kishiga durust emas. G'usl vacib bo'lgan kishi cho'qim o o'takka masih qilsa bo'lmaydi. O o'takni silib o'tib g'usl qiladi yoki qanday qiladi? Tayammum qiladi. Tayammum bilan ish bitadi. Li hadisi Savvana قال أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها لا عن جنابة لكن عن بول أو غائط أو نوم. Savvan radıyallahu anh'ın hadisinde umumdalıdır. Bizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer kılgan çağımızda ötükümüzni 3 gece gündüz sağmaslıkka buyurdu. 3 gece gündüz sağmaslıkın buludu. Bu 3 gece gündüz sağmaslık cinabetten emas. Cinabetten bolsa mu sağmalı demekçe emas. Lekin kichik tarat qilgan yoki cho'l tarat qilgan yoki uxlab qolganlikdan shakllangan taratsizlik bo'lsa, bu taratsizlik uchun o'takni solmay, o'takninki ustiga masih qilsak bo'ladi dedi. Mana bu yerda Allah nanzi'a khifafana 3 ayyam. Bu yerda 3 kun o'takimizni solmaslikka buyurdi deganligi 3 kun muddatda o'takni solmay oyog'imizga masih qilsak bo'ladi demakdir. Chunki put yuriladigan o'rin, uni yuvish, uning mahalli yuvish vojib. Uni yuvilmasa bo'lmaydi. Shuning uchun yuvilgan bu o'rinni qanday qilish? Bunga masih qilish orqali 3 kecha kunduz muddatda masih qilsa bo'ladiganligini bu hadis isbotlab berdi. Demak, masih qilish kichik tahoratsizlikdan durust, ammo jinobatdan durust emas. Jinobat bu qolgan vaqtda o'takni, qo'njiliq oyoqni, masih paypoqni silib o'tib, pochoq yuyiladi. Unga masih qilib bo'lmaydi. Bunun şartı ve yüşteratu lubusuhuma ala taharetin kamile. Şart mükemmel taharet bilen kiriş şart edilir. Meyli bu taharet savaun ekamulet qablel lubusi ev ba'dahu. Taharet ayak ötekni, mesini kiyiştin burun püssun, mükemmel bulsun, yoki uningdan keyin bo'lsin, ya'ni o'takni kishbolab taharati to'liq bo'lsin, mukammal bo'lsin, o'xshash.
Hatta law ghasala rijlayhi summa labisa quffayhi summa akmala at-tahara jazal mas'al. Hatta putini yo'q, putni yupulab o'takni kishib, ondan o'takni kirib bo'lgandan keyin tahoratini to'liq ado qilyapsa, mukammal qilyapsa, mas qilish joiz. Bu chog'da mas qilish joiz. Yani başka mezhep ulamalarining qarashida bu durust emas. Ular tertibni, yani farz deganligi uchun bu chog'da putini yo'q, tahorat niyati bilan oyog'ini kiyib bo'lib, uningdan keyin boshqa a'zolarini yusa, bu tahorat bo'lmaydi, tertib. Ama bizning qarashimizda, Hanafiylarning qarashida tertib sünnet yoki mustahab. Yani biz onu öz navbatida tahoratning babini tafsili bayon qildik. Shunda bo'lganligi uchun agar bir odam putini tahorat qilish niyati bilan yo'q, pak-pakiza, oyoqni kiyib, o'takni kiyib, ondan keyin boshqa a'zolarini yo'q, tahoratni mukammal qilyapsa, bu durust. Mas qilavergani bo'ladi. Fekemalut tahareti şertun indel hadas. Taharetnin mükemmel buluşu şert. Fekemalut tahareti şertun indel hadası. Taharetnin mükemmel buluşu şert, taharet sunduğun çağda. Ötekke putumuzning yo'q, putni yo'q, o'takni kiyibdi. Kiygandan keyin tahoratni mukammal olmabdi. Olmay tahorat sunduğan bo'lsa, kim tahorat olachaqda u o'takka mas qilib olmaydi. Ammo putni yubdi, putni yub bo'lib, o'takni kiyibdi. O'takni kirib bo'lgandan keyin tahoratni mukammal qilib o'tibdi, ya'ni uning tahorati tutibdi. Mukammal tutdi, tahorat mukammal asl bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin tahorat sunduğan bo'lsa, ikkinchi qitim yengilab tahorat olachaqda o'takka mas qilib bo'ladi. Nimishqa? Li'anna al-khubba yamna'u siyarat al-hadas ila ar-rajul. Chunki o'tak degan tahoratsizlikning putqa berişini tosudu. Taharatsizlikning putqa berişini tosudu ve onu kötürüp atmaydı. Yani o'takni kiygandan keyin taharatsizlik o'takning qashig'iga kelib to'xtaydi. U yerda tahorat bor. Tahorat bo'lgandan keyin cho'qim butun badalini nima, yana tahorat oldigan a'zolini yusa, tahorat olsa, ayaga mas qilsa bo'ladi. Fayazharu hukmuhu indal hadasi fayu'tabaru shartu indahu. Buning o'takning tahoratsizlikni putqa berishdan to'sadiganligi, putqa kap qilishdan to'sadiganligining hukmi, natijasi tahorat sunduğun çağda aşkar bo'ladi. Agar bu adamning boshqa a'zolarida tahorat bo'ldi, ya'ni tahoratni mukammal qilyapsa, ondan keyin tahoratni sunduğandan keyin o'tak uning tahoratsizligini to'sab, puti tahorat holatida turibdi, tahorat bor holatida, ondan keyin uyaga mas qilyapsa bo'ladi. Agar putini yo'q, o'takni kiribdi, kiygandan keyin boshqa a'zolarini yo'q, tahoratni elib atmabdi, tahorat sundiribdi. Tahorat sunduğan chog'ida o mukammal tahorat bo'lmaganligi uchun kim ikkinchi qitim yangidan tahorat olmoqchi bo'lib o'takka mas qilay desa, u o'takninki tahorati yo'q. Chunki tahorat yo'q holatda kiydi odam, kiygan bundan keyin uyaga mas qila olmaydi. Şuna tahorat sunduğun çağda, yani mas qila chog'da tahoratning mukammal bo'lishi shart deb e'tibor qilinadi.
Taharetning mukammal bo'lishi shart deb e'tibor qiladi. Agar bir odam taharetni apti, o'takni tahorati bilan kelgan bo'lsa, buningda masala yo'q. Ammo putini burun yub, o'takni kiyibdi, kelgandan keyin taharet singan bo'lsa, bu odamning mukammal taharet bo'lmaganligi uchun taharet singan chog'da masa qilg'ila olmaydi. Lekin taharet putini yub, taharet niyatida o'takni kiyibdi, taharetni apti, mukammal qilib o'tibdi, taharetni sundigan bo'lsa, yengilab olgan chog'da masa qilg'ila bo'ladi. قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها. Muqim yani mahallesinde tuğan, yurtuda tuğan, sefer kılmagan kişi bir kecha gündüz 24 saat muddette masa kılsa buludu. Musafir, yoluvchi 3 kecha gündüz 72 saat muddette masa kılsa buludu. Yukarıdaki hadis delil bununla. Qanda vaqtda masa qilish muddatidan qandaq vaqtdan boshlab masa qilishning muddati hisoblanadi desa, muddatning avvali aqibal hadas ba'dal lubs. O'takni kiyib taharet singan, buzulgan vaqtdan boshlab boshlanadi. Masalan, pishimda taharet apti, taharet olgan bo'lsa, o adam taharet o'takni taharet bilan kiyibdi. Andın taharetini qachon sindirgan bo'lsa, ya asrda ya namoz shamda tahareti singan bo'lsa, shu singan vaqtning o'zi masa qilish muddatining 5 bo'lib boshlanadi. Ya'ni atsi namoz sham yoki 3 kundan keyingi dal sham vaqti onun masa qilish muddati to'shadigan vaqt. لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل للمسح. Nima uchun? Chunki buning oldidagi o yugan taharet ya. O masa qilgan emas. Pishimga ilib asr shamg'ichilik taharet bo'lgan bo'lsa, o taharet o yub olgan taharetga oid. Shuningki tava masa qilgan taharet emas o. Shu vaqtda taharet singan bo'lsa, ondan taharet oldi, olgan vaqt taharet singandan keyin olgan vaqt masa qilishning muddati bilan boshlanadi. لأن الخف جعل مانعا من سيارة الحدث وذلك عند الحدث لا قبله. Bunda bo'lishi chunki o'tak tahoretsizlikninki paçakka kiliştin tosqıcı qilindi. Taharet o'tak bo'lganligi uchun taharetsizlik putga hosil bo'lmaydi. Taharetsizlik paçakni qaplamaydi. U shu ushiqning to'pisiga kelib to'xtaydi. Boshqa a'zodan taharet sinadi. O'takdan sinmaydi. O'takning ichidagi a'zodan sinmaydi. Dal o'tak taharetsizlikning sinishini shu saqlab turdi. Saqlab turgan bo'g'achqa u yerning tahareti sinmaydi. Va zalika indal hadas, bu shu taharet singanda bo'ladi, uning oldida bo'lmaydi. Yani o'takningki taharet sinishning oldini elish roli qachon joriy bo'ladi desa, dal taharet singan vaqtda bo'ladi. Singan vaqtning oldida buning roli yo'q. Anda bo'lganda yo'li yo'q. Uning anda bo'lgandan keyin uning oldidagi pishimga olgan taharet asrgichilik ya shamg'ichilik bu qolgan bo'lsa, u vaqtda u o'takningki o taharetsizlikni saqlaydigan, ya'ni taharetni saqlaydigan yo'li bo'lmag'achqa, o yub olgan taharetga tava dal shu vaqt o'takningki o'z yo'lini joriy qildirgan vaqt. Shunlashqa taharet singan vaqtdan boshlab masa qilishning muddati boshlanadi. Qala
vel meshu ala zahirihima. Mesih qilish nega bo'ladi endi? Ostingimi, o'takning, oyoqning yoki usti tarafigami? Musannif bu haqni tushuntirib, zohirisqa, usti tarafga mesih qilish dedi. Hatta agar tigiga, osti tarafga mesih qilsa, yoki keyniga, so'njiqiga, yoki soqiga mesih qilsa, yani paçaq tarafiga durus emas. Ali radhiyallohu anhu deganlik uchun law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana fatinul hubbi awla bil basha. Agar din insonning ra'yi bilan, ko'z qarashi bilan bo'la bo'lsa, o'takning tigi, chami tarafi masx qilishga avlo bo'ladi. Chunki nijosatga dastaydigan, maynatga dastaydigan ya tigi tarafi, o'takning ustiga nijosat yuqmaydi, ehtimol maylatchilik bo'lmaydi. Shunda bo'lganlik uchun albatta u masi hukman tahoratning o'rnida, yuğanning o'rnida u tigiga bo'lish kerak edi. Ammo shariat insonning fikr ko'z qarashidan bo'lmaganligi uchun tigiga emas, üst tarafiga dedi. Lakinni ra'aytu Rasululloh yamsahu zahirahuma. Lekin men Peygamber Resulullah'ınki üstü tarafiga masih qilganligini ko'rdim dedi. Mana bu hadisni bu sahih hadis. Buni Ibn Abi Shayba, Abu Davud, Daruqutni, Bayhaqi, Baghavi qatorliq ulamalar rivoyat qilgan. Xututan bil asabi. Endi qanday qiladi o masihni? Nerga qilsa bo'lamdi? Qanday qilsa bo'lamdi desa, barmoqlari bilan jirobgina xatchi qiladi. Barmoqlari bilan shu barmoqlari bilan xatchi qiladigan gap. Qala va farduhu miqdaru salasati asabi'a min al-yad. Qanchalik qiladi? Masih qilish qaysi tarafiga bo'ladi? Usti tarafiga bo'ladigan bo'ldi. Musannif deydi, masih qilishning farzi qanchalik ya farz, qanchalik miqdorda, qanchalik holatda qilish farz esa qo'lning 3 barmoqining miqdori masih qilinadi. Buni Imom Muhammad dedi, bu sehroq qarashdir. Shu qo'lninki. Ba'zan ulamalar putning degan yerlarim bor. Putning kichik chamikining 3 barmoq miqdori. Chunki putga qilingandan keyin masih qilish. Putning barmoqi hisob deydi. İmam Muhammedning degani qo'lning. Li'annaha alatul masih. Chunki qo'l masih qilgan Qur'on shu. Qo'l bilan qilinadi masih. Qo'l bilan masih qilingandan keyin albatta qo'lning 3 barmoqi hisob beradi. Wa qala al-Karxi min asabi'ir rijla. İmam al-Karxi putning barmoqi. Walau asaba mawzi'al mashi ma'un qadra salasati asabi' jaza. Agar masih qilgan o'ringa 3 barmoq miqdori suv tagsa, durust yo'lda ketib berib bo'lamdi yoki namlik bo'lamdi, niyatda 3 barmoq miqdori agar suv yetgan bo'lsa, umi durust. Va kaza law masha fi hashishin mubtallin bil matar. Shuningdek, yomg'ir bilan hululib ketgan bir o'tcho'kning orasidan mengibdi. Mengib yoki shabnam bilan hul bo'lgan o'tcho'kning orasidan mengib, agar o'takning yuziga nam yo'qsa, hullak yo'qsa, u durust. Chunki buningda niyat farz emas, yuqorida dedik. Qila yajuzu li'annahu ma'un. Suv bo'lganlik uchun durust. Suv bo'lganlik uchun. Dilinde la bu durust emas. Nimishqa li'annahu nafasu dabbatin min al-bahri yajzibu al-hawa'u ila al-arz.
Nimishqa bu shabnam bilan durust emas desa, li'annahu nafasu dabbatin minal bahri yajzibuhu al-hawa'u ila al-ard. Chunki shabnam dengizning ichida yashaydigan bir hayvonninki tiniqi bo'lib, buni havo tuproqqa tortib chiqqan deganligi uchun bu nima emas, suv emas. Unda o'ganda bir hayvonninki tiniqi bu, tiniqidan chiqqan bu bilan bo'lmaydi dedi. Ammo bu musannif rahimahullohning faqat ko'z qarashi tavili. Chunki tal arab tilida yengil bo'lgan, ya'ni bir oz bo'lgan yomg'irni deymiz. Alloh taolo fa illam yusibha wabilun fatallun, mana bu shadima chaqroq yoqqan yomg'ir bo'lmay qolsa, o simsim yoqqan nima bo'ladi? Shabnam bo'ladi dedi Alloh taolo. Tal degan shabnam. Endi buning da Imom Shofiy rahimahullohning qarashi 3 barmoq miqdori farz emas, farzning mahli. Mashhada xuddi boshda biz boshninki 4ning biriga mash qilish kerak deb bayon qildik. Ashunga o'xshagan bir tük bulamdı ya iki tük bulamdı mesi kıldı diyen atallığı işletilgidek halet şekillense bulamdı. Bir dal yığınının uçuçuluk sudun birisi yoksa, yani şunda bir teklif koysa bunu buludu der İmam Şafii rahmetullahi aleyh bunu bayan kılgan. Ve sünnetu en yebde'a min esabi'ar ricli ila saq. Qandaq masih qiladi? Masih qilishning sunnati putning barmoqlaridan boshlanadi, qo'nji tarafga, oyoqninki qo'nji tarafiga putning barmoqlaridan boshlanadi. Hakaza nuqila fi'lun nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu shunda qilganligi naql qilingan. ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز لحصول المقصود إلا أنه خلاف السنة. Eğer qo'nji tarafdan barmoq tarafga başlasımı maksat hasıl bo'lganligi uchun durust, lekin bu sünnetning xilofi. Asli sünnette aşu putuninki barmoq tarafidan boshlab buna qo'nji tarafga chiqadigan gap. Endi bir odam qo'nji tarafdan boshlab a tarafga qilsa masala bo'lmaydi durust. Masal bo'lganligi uchun, maqsad ado bo'lganligi uchun, lekin sunnatning xilofi, sunnatga muxolifatchilik qilgan bo'ladi. Qala va la yajuzu ala qubbin fihi kharqun yabinu minhu miqdaru salasati asabi'a min asabi'ir rijli sigar. Eğer ötekim her qandaq oyoq bulup şu zamanlardaki ayakla bolsun, yani ötekle bolsun, ya çuyuklu bolsun, ya ki qo'njilik ayakla bolsun, ya ki pimi bolsun, bu nesillerde yırtık bo'lishi tabii. Hech kim bunda yırtılmaydigan, konaymagan, yenisini kirish hamda o asan ish emas. Şuna ayak degan dastlab mangan bir narsa bo'lganlikning yetib ketishi tabiiy, ba'zida yeyilib ketishi tabiiy, ba'zida kesilib ketishi tabiiy. Bunda bo'lganlik uchun bu holda qanday bo'ladi desa, bu holda musannif deydi, putning kichik barmoqlaridan 3 barmoq miqdori tünep qaladigan, chiqib qaladigan yirtiq bag'dakka masqlash durust emas. Bu İmam Şafii rahmetullahi alayh'ning qarashiga xilof. İmam Şafii rahmetullahi alayh bir barmoqning o'rni chiqib qolsa masqlag'ili bo'lmaydi. Chunki oshkori bo'lgan o'rin yuladigan o'rin, oshkori bo'lgan a'zo yuladigan a'zo, qolgan a'zo masx qiladigan a'zo. Unda bo'lganda ham yuvish, ham masx qilish ikkilisini qilish to'g'ri keladi.
chiqib qolgan yerdan azog'ini yuvish lozim bo'lgandan keyin, yo'g'ilab turgan yerni masa qilish lozim bo'lgandan keyin, endi ikkilisini qilishni talab qiladigan omil bo'lgan chog'da aslini qilish kuchli. Shunda bo'lganlikdan yirtiq oyoqlarga, yirtiq etaklarga masa qilg'ili bo'lmaydi. Biz deymizki, bu mumkin emas. Chunki oyoqli bo'ladi ekan, o'takli bo'ladi ekan, kashi bo'ladi ekan, u yirtib ketmay, yerilib ketmay, u yip-yiq petida tura olishi mumkin emas. Bo'libmi shu zamonlardagi kishilarning o'tiklari, kiyimlari bu unday emas. Ve in kana aqalla min zalik yajuz. Şuningdan bir peyinin 3 barmak chiqib qolgudek holatda yirtiq bo'lmasa, buningga mas qilish durust. Shuningdan tuvan bo'lsa, durust. Chunki odamlarning o'tiklari azdan, az yirtiqdan, kichik yirtiqdan xoli bo'lmaydi. Falav yu'tabarnahu la hariju. Agar biz o kichikgina yirtiqlarni yirtibgan deb e'tiborga olsak, uni hisoblig'ini tursak, o odamlar mushaqqat tortib qoladi. Ya'ni putni yuvish ishida mashaqqat etib qoladi. Somoq, kiymak, bo'libli qishqilliklarda uni silib kiymak oson emas. Vala kazalikal kasir. Durust emas shuningdek ko'pgina. Ko'p bo'lib ketsa bu durust emas. Bu bo'lmaydi. Chunki ko'p degan odatda menishni tasab qoladi. Yomon jiq yirtiq bo'lib qolsa, o'takning bir yerlarida bunda jiq yirtiq 3 yoki 4 barmoq miqdori yirtiq bo'lib qolgan o'takni inson kiymaydi odatda. Buni bilan mang'ilolmaydi. O'yaning ichiga sheg'il kirib turadigan, to'pi kirib turadigan, lay kirib turadigan, her narsa kirib turadigan bo'lganlikdan buni mang'ilolmaydi. Yirtgan bu deb tashlab qo'ydigan gap. Fala yajuzul mashu alayhi kallifaqa. Şuna onunla masx qilish durust bo'lmaydi. Xuddi patmaga o'xshaydi. Ama nimalarda patmaladimi? Ya'ni nima bu patma degan oyog'iningki ustiga, pachoqning ustiga yo'gaydigan bir latila bor, yo'gaydigan, ya'ni to'g'ab qolmasin deb. Shuningga o'xshash, onunla masx qilish durust emas. Wala kazalikal qalil. Ve shuningdek bak ozlab kesimi, ona e'tiborga olmaydi. Bak kichiklab kesimi. Endi bu yirtiq qanday yirtiq bu? Qanday yirtiq bo'lsa, bu e'tiborga qilinib masx qilishga bo'lmaydi desa, wal kharqul mani' ay yakuna munfarijan yazharu ma tahtahu. An yakuna munfarijan, ya'ni bu yirtiq uchuq onun astidagi put, pachoq, qadam ko'rinib qoladigan holatdagi uchuq bu bo'lganlikni buni masx qilishdan to'sadigan yirtiq deymiz. Hatta law kana tulan aw kana al-khubbu qawiyan la yabinu ma tahtahu la yamna'u. Hatta bu yirtiq uzungina yoki o'tib yeni onun yirtiqning ostidagi putli kuynab qolmaydigan bunda bo'lib qolsa masani to'smaydi. Agar u bir yerdan bo'lmay shunda uzun bo'lib qolgan bo'lsa yoki o'takda yeni o'takkan uning tigidagi put kuynab qolmaydigan bo'lsa o masani to'smaydi. لأن المعتبر الظهور حتى يجب الغسل. Nimishqa? Chunki e'tiborga illiqini oshkor chiqib qilishi, ko'rinib qilishi. U vaqtda yuvish vojib bo'ladi. Hatto yajibal ghasl, yuvish vojib bo'ladi. Oshkor bo'lib qolsa put, uni yuvish lozim bo'ladi. Fa iza lam yazhar la yuvassir. Oshkor bo'lsa, put ko'rinib qolmasa, teshidan chiqib qolmasa, bu ta'sir ko'rsatmaydi. Walau kana al-kharqu tahta al-qadam. Agar hamda yirtiq tigidi bo'lsa, qadamning putning ostida bo'lib qolsa, bunda ostida bo'lib qolgan taqdirda bu ta'sir ko'rsatmaydi. Fa in kana aksar al-qadam mana agar bu
tün köproq bulab qalsa mas qilishdan tosadi. Va in kana fawqal ka'bayn ana bu yirtiq ushqning tepsida tosmaydi va in kasura qanchalik yiqilib ketsin. Ushqning tepsida o'takning masining paypoqning yirtiqi qanchalik bulab ketsa mas qilishdan tosmaydi. Chunki farz mas qilayotgan farzning o'rni ushqchilik. Ushqdan eshib ketgan ya mas qilishning farziyat doirasiga kirmaydi. Kirmagan bo'lg'achqa uning qanchalik yirtiqligi o biz bilan munosabatsiz, mas bilan munosabatsiz. Va utubira salasatu asabi' 3 barmoq deb hisoblandi, chunki bu tutning ko'pi. Mana nima uchun 3 barmoq deysiz desa, tutningki 5 barmoq bo'lganligi uchun 3'e ko'rinib qolgudek, 3'e chiqib qolgudek, 3'e oshkora bo'lib qolgudek yirtiq bo'lib qolsa, asosan tut oshkora bo'lib qolgan. Unda bo'lganda o'choqni mas qilg'ili bo'lmaydi, yuvish kerak. Vel asabi' hiyal asl fil qadam. Barmoq o asosya qadamda. Asosan barmoq hisoblanadi. Va tabarda sigara ihtiyatın. Unda bo'lganda cho'ng barmoqni demay, nima uchun kichik barmoqni deysiz? Deyilsa, kichik barmoqni deyishimiz ehtiyot qilganlik. Kichik barmoqdan 3 barmoq o'ynab qolg'dak bo'lsa, bir oyoqdagi yirtiq bu oyoqqa mas qilg'ili bo'lmaydi. Ama onundan tüvenroq, kichikroq qilib qatmas qilg'ili bo'ladi. Agar ma oyoqda bir yerda, oyoqda bir yerda bo'lib qolsa, buni qanday qiladi? Va tujma'u quruqu kulli qubbin ala hidatihi. Har bir o'takning yirtiqi alohida jug'lanadi. Yani öz aldığı. İki o'takninkini, iki payninkini, bir o'takning iki payini bir yerga hisoblamaymiz. Her bir pay o'takning yirtiqi o'ziga hisob. Wala tujma'u quruqul bayn. İki payning yirtiqi jug'lanmaydi. Walau kanat an-najasat fi khubbayil musalli aw sawbayhi aw sawbihi aw badanihi tujma. Gerçi namaz o'quvchining iki pay o'tiki yoki bir necha kiyimlardan iki kiyimida nijosat bo'lib qolsa yoki kiyimida bor yo badanida bor bo'lsa jug'lanadi. Badanning namoz o'quvchining kiyimininki bir tarafiga azroq nijosat yo'qdi, yana bir tarafiga yo'qdi bo'lsa, uni jug'laymiz. Uni bilan kiyimning 4dan 1 qismisini, hamda bu kiyimninki 4dan 1 qismi umumiy emas, qo'l desak bir kiyim, o'ng qo'l desak bir kiyim, bel bir, o'shni bir, shunday hisoblanadi. Bu jug'lanadi. Nimishqa li'anna an-najasa mani'atun min as-salati li'ayniha. Chunki nijosat o'zi najis bo'lganligi uchun namoz o'qishni to'sadi. O'takning yirtiqi o'z zotida to'sqicha emas. O'takning yirtiqi o'z zotida namoz o'qishni to'smaydi. Ya'ni balli kavnihi mani'an min tatabu'al mashi. Balki uningki mas qilishdan to'sishi oqim minishdan to'sqichi bo'lganlik. Chunki 3 yerdan, ya'ni 3 barmoq miqdori yirtilib ketgan oyoq deganni mang'in olmaydi, minishda davomlashtirib olmaydi. Anda o'g'andan o to'na yirtiq o'tak hisobida, paypoq hisobida tashlab qo'yiladi. Va zalika fil wahid la fil khuffayn. Bu birningda, ya'ni bir tal o'takning bir payda bir yeri azroq yirtiq ekan, ya'ni bir barmoq, ya'ni birningda bir barmoq bo'lib qolsa bu jug'lanmaydi. Bunda holatda mingivagil bo'ladi. Ammo birningda bir payda 3 barmoq miqdori bo'lib qolsa, bu vaqtda jug'lanib nima qiladi? Buningga mas qilg'ili bo'lmaydi. Qala va yajuzu al-mashu 'ala al-jurmuq fawqa al-qub. Kashigimi mas qilish durust o'takninki to'psitga. O'takning teshqa kashidan birini kelgan bo'lsa bir kishi yoki mas qiladigan
bir paypaqlı azim, məs paypaq qıraydigan. Bunun üstüge kirib oladigan ayaqla bar. Bunun gibi məs qilish durus. Lima ruya ennehu aleyhisselam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan mesaha alel jurumu qayni kashiga masa qildi deb hadis kelgan. Va li'annahuma kaqubbin zitaqayn. Xuddi bu ikki qat o'takka o'xshaydi bu. Bir o'takninki ikki qati bo'lsa, ikkili qati o'takka tava bo'lgandek, bu kashimi o'takning ikki qatiga o'xshash muomala qilib masa qildi durus. Bunun ma'nosi iza labisahuma alal khuffayn qabla al hadas. Uni o'chaqda qanday chaqda bo'ladi desa, uni yani o kashini o'takning to'pisiga tarat sinishdan burun kelgan bo'lsa bo'ladi. Hatta law labisahuma ba'da al hadas aw ba'da ma masaha al khuf la yamsahu alayhima. Agar bu odam kashini tarat sinib ketib qolganligini ketdi yoki o'takka masiq qo'ygandan keyin kelgan bo'lsa, unga masiq qilinmaydi. Nimishqa? Li'annal hadas halal qubba. Chunki taratsizlik o'takka kap bo'ldi. O'tak taratsiz holatda bo'ldi. Va yajuzu al-mashu ala al-mu'akkab iza satara al-ka'bayn. Qo'njuluq oyoqqa masiq qilish durus, qo'njini yeb turgan vaqtda. Shu qo'njini yapalig'idak oyoq bulab qolsa, mushuqni yapalig'idak mushuqning ustidiroq oyoq bulab qolsa, buni masiq qilish durus. Va kazalik iza kanat muqaddimatuhu mashquqa. Shuningdek, bu oyoqning beshi yirtiqkan, ya'ni yeriq, oyoqninki uchi tarafida azroq yeriq va yoki chak va bunda bo'lsa-ma masiq qilavergani bo'ladi. İlla annaha mashduda aw muzarrara li'annahu bi manzilatil mahruza. Lekin oyoqning oldidagi yeriq, chak yim bo'lishi kerak. Ammo o shundoq echilib turgan yoki ichidagi parcha put kuynab turgan holat bo'lib qolsa, u vaqtda masiq qila olmaydi. Yoki tugma bilan itilgan bo'lishi lozim. Bo'g'uch bilan itilgan bo'lishi lozim. Chunki u o'chaqda yip bilan tikib qo'yilganning o'rnida bo'ladi. Xuddi bir oyoqninki bo'g'uchliq oyoq bo'lib qolsa, bo'g'uch bilan uni yem qilganimizga o'xshash chak bo'lsin yoki yeriq bo'lsin bo'lib qolsa, uni ashiyani bo'g'uchliq oyoqni bo'g'uch bilan atganimizga o'xshash yem itilgan bo'lsa, uning yeriq bo'lganligi oldida yoki chak bo'lganligi uningki tarat masiq qilishni to'smaydi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Rahmatika ya rahmanir rohim.